Qalay? Ov tuzukmi? Zo'r. Aslida ishimni tashlab ovchilikka o'tib qo'ya qolsam ham bo'lar ekan. Hali ham traktor haydayapsizmi? Sal balandroqdan kel. Traktorchilarning kattasiman. O'sibsiz-da. Ha. 10 yilda shu darajaga erishdim. Yana 10 yilda qishloqning kattasi bo'lib ketsam kerak. Ishim yaxshi. Yaqinda mashina olaman. Kelinoying tug'sa, bola o'lmasa, mashinada butun respublikani aylanib chiqaman deb niyat qilgandim. Niyatimizga yetadiganga o'xshaymiz. Ha. Hammasi yaxshi-yu. O'qimadim-da jiyan, o'qimadim. O'sha paytlar tirikchilik tashvishi ko'pchilikni bukib qo'ygandi. Lekin hozir boshqa davr. Hozir o'qimaslik, ilm olmaslik, yaxshi odam bo'lmaslik gunoh. O'qish kerak. To'g'ri. O'zingchi? O'qiysanmi yo ishlaysan? O'qiyman. Milliy universitetning xizmatiga kirmoqchiman. Durust. Matematikani yaxshi ko'rasanmi? Judayam. O'qi jiyan, o'qi. Oyingni sendan umidi katta. U yoqda dadang yotib qoldi. Hozir yaxshimi? Ancha yaxshilar. Ishqilib tuzalib ketsin. Nima kasal edi? Gipertoniya. Gipertoniya. Oti qursin. Uzoq yili kelganda bir hafta turib ketgandilar, esingdami? Ha. Dadang yaxshi odam. Hurmat qilaman dadang. O'zi to'yimda bosh bo'lgan, o'zi uylantirgan. Bormaysizmi? Boraman. Kelinoying qaytsin. 30-40 ta bedanani tutib olib dadangga so'yib beraman. Mumkin emas. Mayli. Yemasa ham ko'ngli ko'tariladi, jiyan. Yaxshi. Bo'pti, bo'lmasa turdikmi? Ha, turamiz. Men mana bularni yarmini Ibod boboga berib, keyin uyga o'taman. Sog'liq yaxshi emas. Ana ketaman, mana ketaman deb yotibdi bechora. Bo'pti, sen uyga boraver. Gulchehra. Senmisan? Voy. Sizmidingiz? Ha. Qo'lingdagi nima? Jo'xori. Nima qilasan uni? Dadam yaxshi ko'radilar. Ha. Siz ham yaxshi ko'rasizmi? Men ham yaxshi ko'raman. Jo'xori kabob shirin bo'ladi. Ha, aytgancha. Tabriklayman. Nima bilan? Kollejni bitirganingiz bilan. Ha, rahmat. Rahmat. Mayli, borishim kerak. Seni qachon tabriklayman? Tabriklashingiz mumkin. Men ham bitirdim. Mayli, men boray. Uzr, ko'rishmaganimizga ham ancha bo'ldi. Shunga 2 yil. Unutishingiz tabiiy. Mayli. Xayr. Ha,
Ertaga sayl bor, boring. Kutamiz. Xo'p, mayli. Rahmat. Xo'p. Yigitlar, yaxshimisizlar? Qalaysan do'stim? Yaxshimisan? Charchamayapsizlarmi? Tinchmisizlar? Yaxshi, rahmat. Nima qilib yuribsan Ha, ertalab? ovga chiqqandik. O'zinglarchi? Ha, biz kollejni tugatdik. Ha, Ertaga varrak saylimiz bor. O'shanga repetitsiyaga ketyapti. yaxshi-ku. Sen ham bitirding shekilli? Ha, bitirdim. Yaxshi. Agar vaqting bo'lsa, ertaga o't. Bir maza qilamiz. Mayli. Bo'pti, boraman. Ko'rishamiz. Xayr. Albatta Bo'pti. kelgin. Xo'p, Bo'pti. ko'rishamiz yana. Assalomu alaykum, buvi. Voy, keldingmi bolam? Ha, keldim. Va alaykum assalom. Qayerlarda qolib ketding bolam? O'rtoqlarimni ko'rib qoldim. Ha, tog'ang kendagingni oldiga ketuvdi. Tushlikka keladi. Yaxshilab osh qilib beraman bolam. Xo'p. Voy, o'zim o'rgilay bolam-ey, bolam-ey. Ha, qutlug' qadam bolamdan o'rgilaydi. Qorning ham och qolgandir. Ha, ochdi. Bor, ichkariga kir. Qo'llaringni yuvda, kiyimlaringni almashtirib tur bolam. Voy, o'zim o'rgilay bolajonim-ey. Assalomu alaykum buvijon. Va alaykum assalom qizalog'im. Menga Abdulla akam kerak. Abdulla akasi kerak ekanmi? Ha. Ha, ana. Abdulla, Labbay, buvi. senga kelishibdi. Hozir. Abdulla aka siz bo'lasizmi? Ha, nima edi? Buni oling, sizga opam berib yubordilar. Ha, nima bu? Jahora. Siqqana. Opanggachi, Abdulla akam sizga rahmat aytib yubordilar degan, xo'pmi? Xo'p, Yana olib kelasanmi? olib kelaman. Kelardingizda shaharlik Yaxshimisan? yigit. Do'stlar, o'rtoqlar, bir daqiqa. Bizning saylimizga Parijdan, yo'q, kechirasizlar, Toshkentdan o'rtoq Abdulla Sharipov tashrif buyurdilar. Davom etamiz. Qalaysan Abdulla? Qalaysiz? Xafa bo'lma. O'zi shunaqa sal hazil kelar. Bilasanmi? Men bu yerda qolishni istayman. Shaharga ketishni istayman. O'sha yerda o'qigim keladi. Bu qishloqda boshqa nima ham qilardim? Aljirama Qosim. Aljirayotganim yo'q. Nima, gapim yomonmi? Men katta odam bo'lmoqchiman. Katta odam bo'lish uchun katta shaharlarda o'qish kerak. Bu kichkina qishloqda katta odam bo'lish juda qiyin. Meni joyim shaharda. O'sha kitoblar, katta odamlar orasida. Ey Abdulla, o'zing shaharliksan-da. Buni qayerdan tushunarding? Samad. Nima o'qimaysizlarmi? Nima deganing? O'qiymiz. Hammamiz o'qiymiz. Men misol uchun qishloq xo'jalik institutiga kiraman. Qosim sezgandirsan, gapga chechan. Pedagogika universitetini til va adabiyotiga kirmoqchi. Shunaqa, hammamiz o'qiymiz, ham ishlaymiz. Biz bu haqda Gulchehra bilan ko'p o'ylaymiz. Gulchehra bilan? Ha, u ham o'qishga kirmoqchi edi. Ammo uydagilari hali ruxsat bermadi. Hozir qishloq ham rivojlanib ketdi. Kollej diplomi bilan ham ishlasa bo'ladi. Shunaqa ekan. Balki men ham qishloqda qolarman. Buni vaqt ko'rsatadi.
Yaxshi, To'xta, qayoqqa ketyapsan? men boray. Bu nima deganing? Sayl endi boshlandi. Qo'ysang-chi. Hozir Gulchehra keladi. O'yin kulgi endi boshlanadi. Kech bo'lib qoldi. Buvim kutib qoladi. Hech nima qilmaydi. Bu kecha bizni hech kim urishmaydi. Yura qol, ketdik. Yaxshi o'tiribsizmi? Ko'rinmaysiz. Bugun men ham xizmatda, ham izzatdaman. Lekin kelganingizni ko'rdim. Faqat oldingizga kela olmadim. Kechiring. Hech qisi yo'q. Samad bilan gaplashib o'tirdik. Lekin shu yerdaligingizni u aytmaganda ketib qolardim. Nahotki. Rost. Unday bo'lsa ketmaganingiz yaxshi bo'pti. Endi bo'shadim. Yur Gulchehra, raqsga tushib berasan. Gulchehra. Kanal bo'yi hozir juda chiroyli bo'lsa kerak. Bosyapsiz. Nimani? Soyamni. Baribir bosib oldingiz. Og'ridimi? Judayam. Salqin tushibdi. Buni ilib oling. Rahmat. Sizga yoqdimi? Judayam yoqdi. Kechqurun hech ham kelmagandim bu yoqqa. Suvni qarang, zar qog'ozga o'xshaydi. Yaxshi bo'ldi kelganimiz. Ha. Sizchi? Siz xursandmisiz? Judayam. Sezyapsizmi? Nimani? Yalpiz. Judayam yaxshi ko'raman yalpizni. Men ham. Yalpiz tergani borganimiz esizdami? Qachon? Ancha bo'ldi. 6-sinfmi deyik? Bahorga ta'til payti kelgandingiz. Esla olmadim. Men sizlarnikida edim. Buvingiz aytgandilar. Yalpiz terib kelinglar deb mashhurda qilyapman degandilar. Esladingizmi? To'g'onni boshigacha boruvdik. Endi yalpiz teramiz deganimizda yomg'ir quyib yuborgan. Keyin ketidan do'l yog'uvdi. Nega kulyapsiz? Ha, nima bo'ldi? O'sha paytda Nima bo'ldi? bitta yong'oqdek do'l. Do'l boshingizga tushgandi. Boshingiz g'urra bo'lganda o'shanda. G'urrani ushlab olib, rosa yig'lagandik. Esla olmadim, yo'q. Yig'loq emasdim shekilli. Ha, o'shanda rosa yig'lagandingiz.
Lekin yalpizni oxirigacha tergandik. Bir etak. Aylanamizmi? Gulchehra. Nega qishloqda qolmoqchisiz? Shu qishloqni Toshkentdan nimasi yaxshi? Qishloqni yaxshi ko'raman. Toshkent bilan tenglashtirib bo'lmaydi. Lekin asosiy sababi bu emas. Nimada? Oyim kasal. Dadam bir o'zi qolsa, ularga kim qaraydi? Dardimiz bir ekan. Meni ham dadam kasal. Lekin gap bunda emas. Toshkentga borishingizni juda ham xohlardim. Borolmayman. Toshkentga borsangiz birga bo'larmidik? Rahmat Abdulla. Lekin borolmayman. Lekin hali ham kech emas, Gulchehra. Albatta kech emas. Har bir odamning o'z fikri bo'lishi kerak. Undan keyin bu masalada birovning maslahati bilan ish tutib bo'ladimi? Yuring. Qayta qolaylik. Kech bo'lib qoldi. Qolganlar ham tarqalishayotgandir. Xo'p. Mayli, yuring. Ha, aytgancha. Bugun berib yuborgan jo'xoringiz menga juda ham yoqdi. Mazasi hali ham og'zimda turibdi. Yana bo'lsa yo'q demasdim. Bugun kech bo'ldi. Ertaga pishirib beraman, maylimi? Mayli. Gulchehra. Ertaga bo'shmisiz? Nima edi? Agar bo'sh bo'lsangiz, jo'xorini o'zingiz olib chiqing. Men sizni mana shu tolning tagida kutib turaman, xo'p? Iltimos qilaman sizdan. Qayda? Chiqasizmi? Ketdik. Abdulla, musiqa chalayapsanmi? Yo xayol suryapsanmi? O'zim shunday buva. Choyingni ichsang-chi. Rahmat. Ha, kecha o'tirishinglar yaxshi o'tdimi? Ancha kech qolding. Juda ham yaxshi bo'ldi buva. Tog'angni bir ikki ko'chaga chiqardim. Xavotir bo'ldim, bolam. Aytganday buva, kelinoyim yaxshimilar? Ha, yaxshi, Xudoga shukr. Ertaga tog'ang olib keladi. Ha, Chaqaloq ham biram yaxshi, biram ko'hlik. Qosh ko'zlari xuddi senikiga o'xshaydi. Ish qilib umri uzoq bo'lsin. aytganingiz kelsin. Choyingni ichmaysanmi? Rahmat, qornim to'q. Ish Voy, pish bormi nima ish menga? bo'lardi, bolam? Ish yo'q. Xudo xolasa, beshik to'yida xizmat qilasan. Ha, Choyingni ich, bolam, bora qol. Boringlarga shukr. O'zim o'rgilay.
Abdulla, to'xtanglar. Ha, nima gap? Tinchlikmi? Bir hikoya esimga tushdi. Ha, eshitamiz. Xullas, qaysidir zamonlarda bir qishloqda chol o'g'li bilan yashar edi. Ularning bir oti bo'lib, o'sha ot bilan omoch haydab tirikchilik qilishar. Kunlarning birida o'sha ot qochib ketibdi. Qo'shnilar, attang, otlari qochdi, yaxshi bo'lmadi deyishsa, chol yaxshi bo'ldimi, yomon bo'ldimi, bizga ma'lum emas debdi. Oradan bir kun o'tib qochib ketgan otlari o'zi bilan bir yovvoyi otni yetaklab ketdilar. Qo'shnilar, yaxshi bo'ldi, bitta otlari ikkita bo'ldi deyishsa, chol yaxshi bo'ldimi, yomon bo'ldimi, bizga ma'lum emas debdi. Ertasi kuni cholning o'g'li yovvoyi otni menga qilaman deb undan yiqildi. Oyog'i sinibdi. Qo'shnilar, yomon bo'ldi, yovvoyi otdan yiqilib oyog'i sindi deyishsa, chol yaxshi bo'ldimi, yomon bo'ldimi, bizga ma'lum emas debdi. Ko'p vaqt o'tmay o'sha yurtga yov hujum qilibdi va tani sog' erkaklarning barchasi askarlikka olindi. Cholning o'g'li esa oyog'i singani bois uyda qoldi. Qo'shnilar, yaxshi bo'ldi, cholning o'g'li urushdan qoldi deyishsa, chol to'g'ri, o'g'lim urushdan qoldi, lekin yaxshi bo'ldimi, yomonmi, bizga ma'lum emas debdi. Kelasanmi derdim, xayrlashar choq. Kelaman deyarding, sekin iymanib. Tilimning uchida hanuz shu so'roq. Hanuz yuragimni aylaydi mayin. Gulchehra! Gulchehra! Samat, tinchlikmi? Yo'q. Tinchlik emasda Gulchehra. Voy. Yura qol. Yo'l-yo'lakay gapirib beraman. Samat! Samat! Abdulla? Tinchlikmi, nima gap? Qosimjonlarning uyda to'polon bo'layotgan ekan. Nega? Ayasi bilan qattiq tortishib qolibdi. Mayli, yura qol. Faqat tezroq. Kiraveramizmi? Ha. Yurak bag'rimni qon qilding. Bola o'stiribman deb yuribman hali. Hay yashamagur bola emas, balo o'stiribman. Bir balo ekansan. Na otani, na onani gapi kor qiladi bunga. O'xshing bilan qo'shmazor bo'gur. Opog'aya bo'ldi qo'ying. Voy nega qo'yarkanman? 2 kundan beri uyimni to'stapolonini chiqardi-ku o'qishga boraman deb. Ko'rmaysan ahvolini. Ke bolam. Opog'aya, qo'ying, yig'lamang. Yig'lamay bo'ladimi bolam? Yig'idan boshqa nimam qoldi? Adoy tomon bo'ldim-ku. Otasi yaxshi ham gapirib ko'rdi, yomon ham. Qani quloq solsa?
Oyi, aytdim-ku. U yerda ham ishlayman. Ha, oyligimni jo'natib turaman dedim-ku. Bu yerda ishlasang yomonmi? Ketaman. Baribir ketaman. Ketasanmi? Ketaman. Ket. Yo'qol. Unaqa demang. Ko'zimga ko'rinma. Jo'na deyapman. Hozir. Oyi, bekorga xafa bo'lyapsiz. Men Jo'na. boshqa ilojim yo'q. Toshkentda ham o'qiyman, ham ishlayman. Yozuvchi bo'lmoqchi bo'lgan odam uchun kitob ko'p, odam ko'p joy bo'lishi kerak. O'zing bilasan. Ishqilib niyatingga yet. Men ham bir haftada qaytaman. Uyingni manzilini esingdan chiqarma. Samad, sen onamni tinchlantir. Men biron bir ishning uddasidan chiqmagunimcha qaytmayman. Xotirjam. Bo'pti, yaxshi edi. Xayr. Cho'chib ketmadingizmi? Yaxshi bo'ldi kelganingiz. Ishlarimni tugatib keldim. Ko'p kutib qolmadingizmi? Yo'q, men ham yaqinda keldim. Aytganday, jo'xori pishirib chiqmadingizmi? Voy, esimdan chiqib qopti. Hazillashdim. Rahmat. Gulchehra. Siz juda ham chiroylisiz. Qo'ysangizchi. Rost. Birinchi uchrashganimiz esingizdami? Saharda. O'shanda ko'riboq sizni hayron qolgan edim. Siz juda ham o'zgarib ketibsiz. Siz ham o'zgarib ketibsiz. Yo'q, men o'shaman. Men ham o'shaman. Nega bo'lmasa siz siradingiz? Qayda? Bilmaysizmi, Gulchehra? Gulchehra, menga qarang. Nima qilyapsiz?
To'xtang, Gulchehra. Hazillashdim. Men sizni yaxshi ko'raman. Eshityapsizmi? Yaxshi ko'raman. Sizni chindan ham yaxshi ko'raman. Nega indamaysiz? Mendan xafa bo'ldingizmi? Nega unda xomushsiz? O'zim shunday. Qachon ketasiz? Bilmayman. Nima edi? Ketmang. Kech qolib ketding, qizim. Ha. Zarifa bilan o'tirib qoldik. Xolidalarnikiga ketuvding shekilli. Xolidalarnikiga? Ha, Xolidalarnikida edim. Keyin u yoqqa chiqdim. Singling och yotib qoldi. Chiqishdan oldin ovqatlantirib ketgandim. Unday bo'lsa yaxshi. Dadam kelmadilarmi? Yaqinda Nurmat akang bilan kelib ketishdi. Bir doktor kelganmish Toshkentdan. Shuni chaqirishmoqchi. Katta doktor ekanmi? Ha, katta emish. Dadangdan o'rgilay. Ishqilib senlarni baxtingga umrlari uzoq bo'lsin. Siz ham tuzalib ketasiz, aya. Dadang ham shunday deyapti. Koshki edi tuzalsam. Guli. Labbay, aya. Hojar ayaning nabirasi oti nima edi? Esimdan chiqdi. Abdulla. Nima edi, aya? Shu Abdulla juda yaxshi bola bo'lganmish. Ko'rdingmi uni? Bitirish kechasiga borgandim. Hamma qatori tuzuk. Nega so'rayapsiz? Olim bo'larmish, rostmi shu? Bilmadim. Guli. Labbay. Nima demoqchisiz, aya? Dadang bilan gaplashdim. O'sha yangi chiqqan doktor ko'rsa, men tuzalib ketaman. Mabodo tuzalmasam, buyog'i oz qoldi. Nima deyapsiz, aya? Eshit. Meni yaxshilab eshit. Tashvishdan, azobdan qutulaman. Sen bor.
o'qi. Toshkentga borasanmi? Qo'qonga borasanmi? O'zing bilasan. Qosimjon bor. Undan keyin Hojaraning nabirasi bor. Yolg'iz bo'lmaysan, qizim. Aya. Bor qizim. Biz dadang bilan o'qimadik. O'qiy olmadik. Lekin o'qigan qizlarni ko'rsam havas qilaman, qizim. Sen o'qi. Uncha yaxshisiz, aya. Ketmayman hech qayoqqa. Nasib qilsa o'qirman. Keyin oz qoldi demang, aya. Odam qo'rqadi. Siz hali ko'p yashaysiz. Tuzalib ketasiz. Ha, aya. Bilasizmi nima? Bugun juda ham g'alati tush ko'rdim. Aytib beraymi? Eshiting. Xullas, ertalab ekan. Dadam hovlida yuz-qo'llarini yuvib yurgan emishlar. Singlim ko'chada oftob tagida o'tirgan emish. Siz o'choq boshida nimadir pishirayotgan emishsiz. Men nima qilayotganimni bilmayman. Xullas, bir mahal dadam sizni chaqiribdilar. Hoy, ovqat-poqatingdan darak bormi? Keyin siz paydo bo'libsiz. Hozir dedingiz-ku, bir lagan shirgirichni ko'tarib, olib chiqib kelibsiz. Keyin hammamiz birgalikda o'tirib, shirgirichni paqqos tushiribmiz. Undan keyin hammamiz ko'chaga chiqibmiz. Lekin ko'cha yo'q ekan. Shu o'zimizni ko'cha-ya? Ha, shu o'zimizni ko'cha yo'q ekan. Uni o'rnida katta maydon turganmish. Maydonning o'rtasida samolyotga o'xshagan oppoq narsa bor. Bu nima deb so'rabsiz? Dirijabil dedilar dadam. Keyin atayin sen uchun olib keldim. Sayohat qilamiz. Qani chiqinglar dedilar. Keyin hammamiz dirijabilga chiqib ketibmiz. Dadam rolga o'tiribdilar. Bir mahal dirijabil shunaqangi lopillab osmonga ko'tarilibdi-da, hamma bulutlarni yorib o'tib ketibdi. Juda ham ko'p uchdik. Uzoq uchdik. Siz singlimni mahkam ushlab olibsiz. Nuqul dadamni turtib, "Qo'y, menga qarang, sekinroq" dermishsiz. Bolalar qo'rqadi deysiz. Dadam faqat kuladilar. Keyin nima bo'ldi? Keyinmi? Keyin bir joyga qo'nibmiz. Bunday qarasak, Toshkent ekan. Biram katta, biram chiroyli. Birdan nimadir gumburlab ketdi. Shu payt uyg'onib ketdim. Singlim radioni burab yuborgan ekan. Qizim, yaxshi o'qiding. Ammo tuzalsam, hammamiz Toshkentga boramiz. To'qimadim, aya. Oy, ovqatdan darak bormi? Nimaga kulyapsan? Jiyan, seni yaxshi ko'raman. Rahmat, tog'a. Ish qilib o'g'lim senga o'xshagan bo'lsin. Ha, aytganingiz kelsin. Ovozini qara uni. Ha, toycha. Otasini o'g'lida. Ko'z tegmasin. Ha. Menga bering, buva. Ehtiyot bo'ling. O'zim o'rgilay. Kelib turgan bolam, jim bo'lib ketmagin, ha? Endi tez-tez kelib turaman. Shunday qilgan bolam, shunday qil. Xo'p. Buni dadangga olib bor. Yemasa ham ovozini eshitib, bahri dili ochilib yuradi. Rahmat.
bedana. Qani ona bir duo qiling. Ilohi amin bolam. Amin. Yo'llaring ravon bo'lsin. Eson-omon yetib olgin. Alloh. Amin. Allohu akbar. Sizlar ham boringlar. buvi. Bo'pti bolam. Bir aylan. Boramiz. Mehmon qilaman, Albatta shahar boramiz. aylantiraman. Voy onang, aylansin. Opamni, pochchamni so'rab qo'y, xo'pmi? Ona, men o'zim kuzatib Bo'pti. kelaman. Qolaylik. Mayli buvi. Mayli. Qani, Sog' bo'ling. yur jiyan. Yaxshi bor. Ilohi amin. Yo'ling bexatar bo'lsin. Voy onang o'rgilsin bolam, ey. Kelganingiz yaxshi bo'ldi. Kelasi yilga borishim mumkin. Nahotki. Ayamga yana bir doktor topishdi. Tuzalib ketsalar albatta boraman. Gulchehra. Kutasizmi? Bo'lmasa-chi. Toshkentga borishim bilan xat yozaman. Xo'pmi? Tinchmisan? Ko'nikib ketdingmi? Qayerga joylashdik? Yotoqxonaga. Imtihonlarga tayyorlaning. O'qishga kira olmasang sharmanda bo'lasan. Men albatta o'qishga kiraman. Kutubxonagami? Yo'q. Sizlarnikiga. Bu kitoblarni dadang berdilar. O'qimoqchi bo'lganimni eshitib, rosa quvonishdi. Kecha Yevropadan qaytdim. Ha. Oshna og'aynilarim bilan ko'rishdik. Ulardan sizni betob deb eshitdim. Shu sabab bir ko'rib ketaylik keluvdim. Rahmat. Lekin ko'rinishingiz chakki emas, ancha tuzukka o'xshaysiz. Ancha yaxshiman, rahmat. 2 yil bo'ldi. Yevropadagi institutlardan birida dars beryapman. Bir oycha bu yerda bo'laman-da, keyin qizimni olib qaytib ketaman. Institutni o'zim oldimda tamomlasam. To'g'ri. Qiz bola uchun sal qiyinroq bo'ladi-yu, lekin yaxshi baribir. Ha, to'g'ri. O'qigani yaxshi albatta. Aytganday, Abdullajon qalay? Katta yigit bo'lib qolgandir. Ha. Ha. Maktabni oliy baholar bilan bitirdi. Qoyil. Hozir qishloqda. Dam olib kelsin dedim-da. Juda yaxshi. Bu yog'iga o'qishni qaysi yo'nalishda davom ettirmoqchi? Fizika, matematika yo'nalishida. Shunaqami? Ha. Bizni sayyora ham matematikaga durust. Yevropadagi shu o'zim dars berayotgan institutga borib o'qimoqchi. Shunday deng. Ha. Bu stipendiyasi tuzukmi? Boshqa institutlardan ko'ra balandroq. Yotog'i ham bor.
aytganday. G'ofurjon aka, nima deysiz? O'g'lingizni ham yubora qolmaysizmi o'sha yerga? O'zi matematikaga qiziqar ekan, har holda yomon bo'lmaydi. Qaydam. Moddiy tomonni o'ylayotgan bo'lsangiz, hech qiynalmaydi. Undan keyin men borman, yolg'iz tashlab qo'ymayman. Ha. Rahmat. Men-ku roziman. Lekin oyisi bilan o'zi bilan ham bir gaplashib ko'rsammikan? Shunday qiling. Hujjatlarni men olib ketaman. Gaplashib ko'ring. Men bilan ham uchrashsin. Mana tashrif qog'ozim. Rahmat. Qani, marhamat, choydan iching. Rahmat. Yaxshimisan, Gulchehra? Rahmat, yaxshi. O'zingchi? Rahmat. Abdulla bilan gaplashib o'tiraman deb borgan edim. Shaharga qaytibdi. Xabarim bor. Xabaring bor? Kecha qaytaman deyotgandi. O'qish tugab, nima qilishni bilmay yuribman. Sen zerikmayapsanmi? Tez orada ko'nikib ketamiz. Balki shoshib turibman, Samad. Ha, men ham shoshyapman. Mayli. Xayr. Nima? Yoqmadimi? Yo'q, nega? Yaxshi. Tursunali amaki, o'zim holidan xabar olib turaman deyapti. O'zimiz senga bor desak-u, bormaysanmi? Mana bu Tursun amakining manzili. Abdulla men bilan uchrashsin dedi. Borib uchrash, o'zing gaplash. Buni men o'ylab ko'ray. Tongni havosini qara, mazaligini. To'yib nafas olmaysanmi Toshkentning havosidan? O'zichi bu Toshkentini farah baxsh tonglari meni kutib turgan ekanda. Ha, agar men ketsam, aniq huvullab qoladi. Shoirona gaplarni ham olasan-da. Senga havasim keladi. Abdulla. Ha. Nima, rostdan ham ketmoqchimisan? Qaydam. Nima qilishga ham hayronman. Sen o'rningda bo'lganimda uchardim. Hali ham kech emas. Bemalol uchaver. Men aniq imtihondan o'ta olmayman. Lekin sen o'tasan. Jo'naganing yaxshi. Keyin bir umr achinib yurasan. Mayli. Ha? Qayoqqa? Ishim bor. Kechroq ko'rishamiz. O'rgildim. Ey nasimiy subh. Ahvolim diloromimga ayt.
Hozir. Assalomu alaykum. Salom. Salom. Menga Tursun amaki kerak edilar. Uydamilar? Ha, kiring. Rahmat, shu yerda turaveraman. Kiravering bemalol. Dada. Kiravering. Dada, Ha, qizim. sizni so'rab kelishdi. Hozir. Tortinmang. Xo'p. Kiravering. O'tirib turing, hozir dadam chiqadilar. Xo'p. Dada, chiqyapsizmi? Odam kutib qoldi. Hozir. Abdullajon. Assalomu alaykum. Vali, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Qani marhamat, o'tiring. Tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Allohu akbar. Uzr, kuttirib qo'ydimmi? Hech qisi yo'q. O'zi ertalab jinda ishlaydigan odatim bor. Tushunaman. Kechiring Abdullajon. Xijolat bo'lmang. Sayyora Labbay dadajon. tanish. G'ofurjon akani o'g'li, Abdulla. Senga aytgandim. Kollejni a'lo baholar bilan bitirdi. Tabriklayman. Qizim Sayyora. Tanishganimdan xursandman. Qani Abdulla, o'tiring. Choy ichasizlarmi? Ichamiz. Oying qayerda? Oyim tikuvchinikiga chiqib ketgandilar. Ha, Choyni shu yerga tayyorlaymi yoki oshxonaga? oshxonaga bo'la qolsin. Mayli, xo'p. Xo'sh, ahvollar yaxshimi? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat. Tunov kuni dadangizni ko'rgani borgandim. Ancha gaplashib o'tirdik. Ko'pdan beri ko'rishmagan edik. Siz tashvishlanmang. Tuzalib ketarlar. U kishini men ko'pdan beri bilaman. Menga juda ko'p yaxshilik qilganlar. Ha, dadam ham siz haqingizda ko'p gapirib turadilar. Ha, shunaqami? Ha, rahmat. G'ofurjon aka tilla odam. Hammaga yaxshilik qilib kelganlar. Choy tayyor. Bo'pti, hozir chiqamiz. Qani, o'sha yoqqa o'ta qolaylik. Xo'p. Bir piyola choy ustida suhbat qilamiz. Keling Abdulla. Marhamat. Qani? Rahmat. Olinglar. Qo'yavering, men o'zim. Yo'q. Mayli. Dadangiz aytdilarmi? Men siz haqingizda gaplashgan edim. Oling. Hozir yadro fizikasi haqida rahmat. Ko'p gaplar bo'lyapti. Matematikaga havasingiz baland. Ha. Shuning uchun va dadangizni hurmat qilganimdan sizga shu taklifni qilyapman. Agar xohishingiz bo'lsa, borganingiz ma'qul. Mana sayyora ketyapti. Rahmat. Dadam aytgandilar. Bundan tashqari mustaqil hayotga ham o'rganish kerak. Har holda borsangiz yomon bo'lmaydi. Siz yaxshilab o'ylab ko'ring. Uyingizdagilar bilan maslahatlashing. Lekin tez hal qilish kerak. Shu 1-2 kunda hal bo'lishi shart. Xo'p. Qani, choyga qarang. Xo'p. Sayyora,
Labbay. Ovqat ham pishib qolgandir. Ha, hozir olib kelaman. Yaxshi. Xullas, Abdullajon, mana shunaqa gaplar. Opa, uyimiz chiroyli-ya. Ha, ammo sen hamma narsadan ham chiroylisan. Sizchi? Men ham chiroyliman. Ammo eng asosiysi, insonning qalbi go'zal bo'lishi kerak. U nima degani? Bu degani sadoqat, ishonch, sabr degani. Masalan, ikkita o'yinchog'ing bo'lsa, bittasini o'yinchog'i yo'q dugonangga berish degani. Tushundingmi? Ha. Unda nimaga siz menga bitta telefoningizni o'ynashga bermayapsiz? Chunki sen hali kichkinasan. Katta bo'lsang, ko'p kitob o'qisang, hammasiga erishasan. Ha. Qayoqqa? To'nchog'imni dugonamga berishga. Abdullajon endi bizniki. Jonu dilimiz bilan berdik. Eskicha aytganda, suyagi bizniki, eti sizniki. Tursunali, uka, rahmat. Sizdan juda ham minnatdorman. Yoki yolg'iz o'g'limiz. Bor umidimiz shundan. Qariganimizda uyimizga chiroq bo'lsin deymiz. Ish qilib, sizni ko'magingizda odam bo'lib kelsa, boshimiz osmonga yetadi. Inshaalloh. Yolg'iz tashlab qo'ymasangiz bo'ldi. To joylashib, u yerdagi oq qorani taniguncha birga bo'laman. Keyin o'zlari nima qilishni bilib qolishadi. Borib, xabar olib turaman. Ko'ngilni xotirjam qiling. Rahmat uka, rahmat. Arzingli. Ha, Abdullajon, biz sayyora bilan ertaga jo'nab ketamiz. Hujjatlarni topshirishim bilan sizni ham chaqiraman. Xo'p bo'ladi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Xavotir olmang, Og'irjon aka. Tursunali, chin dildan rahmat sizga. Alo. Gulchehra, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Yugurlar bilan bo'lib sizga telefon qila olmadim. Dadamlarning yaxshi bir tanishlari, matematika fanlari doktori biznikiga kelib, o'zi dars beradigan chet eldagi bir institutga o'qishga taklif qilibdi. Men albatta rozi bo'lmadim. Siz bu yerda bo'lsangiz-u, men u yoqqa ketamanmi? Keyin o'zimcha o'ylab qoldim. Qalban yaqin bo'lsak, qayerda bo'lishimizning nima farqi bor? Shu fikr miyamga kelib, juda xursand bo'lib ketdim. Agar meni jindek bo'lsa ham yaxshi ko'rsangiz, gapimga ishoning. Men doim siz bilan birga bo'laman. Sizni hech qachon yolg'iz tashlab ketmayman. Juda ham xursandman. Rostdan. Ketishingizdan xafa emasman. Nimaga xafa bo'lay? Odam nima yaxshi bo'lsa, shuni qilish kerak. Xat yozib turing. Xayr.
Alo. Assalomu alaykum oyijon. Yaxshiman, rahmat. Nega qo'ng'iroq qilmaysizlar? Meni unutib yubordinglarmi? Rosa sog'inib ketdim. Toshkentni ayniqsa. Dadam yaxshimilar? Voy, rostdanmi? Qachon? Yo'q. Juda ham yaxshi bo'pti-da. Allaqachon shunday bo'lishi kerak edi. Oyi, o'zim qaytib qo'ng'iroq qilaman, xo'pmi? Kimdir kelganga o'xshaydi. Xo'p, xayr. Iya, Abdullah, qalaysiz? Yaxshimisiz? Ha, albatta. Kiring, bemalol. Yaxshimisiz? Rahmat. Yaxshi odam yaxshi xabarga kelar ekanda. Tinchlikmi? Ha, dadam akademik unvonini olibdilar. Yo'q. Tabriklayman. Rahmat. Juda zo'r ish bo'pti. Rahmat. Ishonardim. Shunday bo'lishi kerak edi o'zi. Ha. Bugun bayram qilar ekanmiz. Xudo xohlasa bayram qilamiz. Ha, yaxshi. Aytgancha, men darsga chiqsangiz birga chiqib ketamizmi deb kiruvdim. Birinchi param yo'q edi baribir. Shuning uchun bir pasdan keyin chiqaman. Mayli. Unda men sizni darsdan keyin kutaman. Xo'p. Xayr. Zo'r ish bo'pti. Tabriklayman. Rahmat. Xo'p, mayli. Yana bir bor Xo'p, tabriklayman. rahmat. I read your book very carefully. It's very beautiful. I hope it will be continued. Thank you. Bye Thank bye. you. Bye. Good luck to you. Bye bye. Iye, Sayyora, qalaysiz? Yaxshimisiz? Darsga ketyapsiz. Ha. Yuring. Charchamayapsizmi? Ha, yo'q. Men ham ancha moslashib qoldim. Juda zo'r bo'lyapti. Qiziqarli ish ustida bosh qotiryapmiz hozir. Ha, endi. Yana bir marta tabriklayman. Rahmat. Hammani ham dadasi akademik bo'lavermaydi. Endi bitta osh damlash sizdan. Albatta damlab beraman. Aniq damlab berasiz. Iye. Bo'lmasam-chi. Po'latjon. Yaxshimisiz? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat. Bu yerlarga ko'nikib qoldingizmi? Bu yerlarga men ko'nika olmasam kerak. Ha, nega? Zerkarliyim. Nega? Choyxona ham yo'q. Choyxonani Ha, sog'indingiz. boya xursand bo'lib yuruvdingiz. Dadasi akademik bo'ldi. Tabriklasangiz bo'ladi. Ilgari kim edi? Doktor edi oldin. Ha. Ana shu munosabat bilan osh qilib beryaptilar. Xohlasangiz yuring. Bir qo'l bola osh qilib, maza qilib yeymiz. Yo'q. Kutubxonaga borishim kerak. Boshqa safar. Sog' bo'laylik, yaxshilik ko'rishaylik. Gaplashamiz. Juda ajoyib bo'ladi. Ha. O'zimiznikilarni ko'rsam juda ham Ha, xursand. men ham. Keling bir restoranga borib birgalikda tushlik qilib olamiz. Bo'pti. Hisobni men to'layman. Sochini Kelishdimi? turmaklab olishim kerak faqat. Mayli, kutib turaman. Gulchehra, menga ham shunaqa uyni chizmasini chizib bersang bo'lar ekan. Ayvonchali, darvozali. To'y yaqinmi deyman? Agar rozi bo'lsa yaqin. Rozi bo'lmasa, Kim ekan o'sha senga rozi bo'lmaydigan qiz? Men taniymanmi? Ha. O'zi nima deydi? Gaplashdingmi? Yo'q. Hali gaplashmadim. Gapirishga tilim bormaydi. Shunaqa uyatchangmisan? Nimagadir oldin sezmagan ekanman. Gap
uyatchanlikda emas. Bo'lmasa nimada? Bilasanmi? U shunaqa yaxshi qizki, o'zini shu qadar menga yaqin tutadiki, men uni xafa qilishdan cho'chiyman. Balki men unga yoqmasman. Sen yoqmaydigan qiz kim ekan? Men ham taniymanmi? O'zimizni qishloqdanmi? Kim bo'lishi mumkin? Aytasanmi? Ayt. Sen senga Abdulla yoqadi, shunaqami? Nega unaqa deyapsan? Kelganda boshqacha bo'lib qolasan. Samat. Kechir. Yo'q, sen kechir. Gapirmasam bo'lar edi. O'zi shunday bo'lishini bilardim. Xo'p. Men qaytdim. Samat, to'xta. Nima? Mendan xafa bo'ldingmi? Nega xafa bo'lar ekanman? Yosh bola emasmiz. Nima endi o'rtoq emasmizmi? Oramizda hech qanday gap bo'lgani yo'q deb hisoblayman. Boyagi gaplarni unut, Gulchehram. Mayli. Xayr. Yo'q, yaxshi. Greetings. Welcome to our restaurant. Please, this is your coffee. Thank you. Thank you. I will need to call. Agreed? Yes, okay. Thank you. Have a nice day. Xursandmisiz? Nimada? Dadangizda. Ha, albatta. Lekin men bunday bo'ladi deb hech ham o'ylamagan edim. Men bilardim. To'g'rirog'i aytmoqchimanki, bunaqa baxt hammaga ham nasib qilavermaydi. Siz bundan mustasnosiz. Nega? Chunki siz bunday narsalarga albatta erisha olasiz. Kulyapsizmi? Kulayotganim yo'q. Sizni ustingizdan kulmayman. Yaxshi. Men hozir. Everything is fine? Yes, okay. Can you have water?
I'm sorry. It's okay. It happens. No. Okay, Thank you. Bu qayerdan paydo bo'ldi? Kechirasiz. Meniki. Uzilib ketdi. Xijolat bo'lmang. Menga bersangiz qadab qo'yaman. Ovora bo'lmang. O'zim qadayman. Xo'p. Sayyora. Eshityapman. Eshitishimcha sizni to'yingiz bo'lyapti. Shu gap rostmi? Kim aytdi shu gapni? Kim ekan shu men erga tegayotgan odam? O'zingiz bilsangiz kerak. Aytgan odam kimligini aytmadimi? Aytmadi. Agar to'yingiz bo'lsa, menga ham aytasizmi? Agar bo'lsa, albatta aytaman. Meni hech kimim yo'q. Siz juda chiroylisiz. Menga yoqasiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Esalommisan? Ha. Yaxshimisan? To'yapman. Tanimoqman. Nimadan beri qarab turibman. Gulchehrami, boshqami deb. Yaxshimisan? Omonmisan? Rahmat. Ha, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Amakim tuzukmilar? Ha, ancha yaxshi bo'lib qoldilar, Xudoga shukr. Qaysi shamollar uchirdi? Voy, choli kampir, to'y taradida yuribmiz. To'y? Ha. Abdullani uylantirmoqchimiz. Voy, kitoblaring tushib ketdi. Kimga? O'zi bilan birga o'qigan kursdoshiga. Juda ham yaxshi qiz ekan. Bir ham aqlli, bir ham yaxshi qizki, xuddi otasini o'zi. Otasini eshitgandirsan? Akademik Qurbonov. Ana shu kishining qizi bo'ladi. Tabriklayman. Rahmat. Baxtli bo'lishsin. Voy. Nega to'satdan o'zgarib qoldi?
Tinchlikmi qizim? Yaxshimisan? Sog'liging yaxshimi qizim? Qosim, menga Abdullani manzili kerak. Samat! Samat! Bu yerda nima qilib yuribsan? Samat! Ha? Gulchehra Abdullani so'radi. U Toshkentga ketayotgan ekan. Nimaga? Abdulla uylanayotgan emish. Bo'l, tezroq tush, ketamiz. Kimga? Bilmadim. Hozir. Bo'la qol. Gulchehra, keragi yo'q. Og'ayni? Do'stim. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Mana bu suvdan ozgina ichib oling. Sal o'zingizga kelib qolasiz.
Nega yig'lab o'tiribsiz? Yig'layotganim yo'q. Xafa qilishgansiz. Kim u? Odamlar. Dadamni aytganlarini qilsangiz bo'lmaydimi? Dadang nima deydilar? Dadam kattalar kichkinalardan ko'p narsani o'rganish kerak deydilar. Masalan, sababsiz xursand bo'lishni. Tushundingizmi? Mana bu shart sizga. Kulib yurishingiz uchun. Kelishdikmi? Yig'lasangiz atata qilaman. Bo'pti, men ketdim. Men qaror qildim. Shu yerda qolmoqchiman. O'qishga kiraman. Umrimning oxirigacha hech kim men bilan bunday munosabatda bo'lishiga yo'l qo'ymayman. Yordam berasizlar, to'g'rimi? Albatta yordam beramiz. Men uydagilaringga hammasini yotig'i bilan tushuntiraman. Ular o'qishingga qarshilik qilishmaydi. O'zim ham aytaman. Bo'lmasa ketdik. Hali qiladigan ishlarimiz ko'p. Nima dedingiz? Keling. Kechirasizlar, maket muallifi keldi. Mayli, kirsin. Marhamat. Keling. Kiravering, uyalmang. Bu singlimiz tanlov g'olibi. Assalomu alaykum. Marhamat, keling. Avvalo sizni mukofot bilan tabriklayman. Ishingiz hammamizga ma'qul bo'ldi. Albatta, kamchiliklardan ham xoli emas. Mana masalan, siz kafeni Toshkentda qurilishini yaxshi o'ylamagansiz. Yerni iqtisod qilish hozir muhim masalalardan biri. Keyin ichki hashamga doir ba'zi bir juz'iy kamchiliklar bor. Umuman ishingiz yaxshi, ixcham, sodda, original. Quruvchilar kafeni mehmonxona bilan birga qurishni taklif qilishyapti. Bu degan so'z kafe yilning oxirigacha bitadi. Borib ko'rasizmi? Yaxshi bo'lardi. Mayli. O'zim olib boraman. Kotiba, indinga soat 12 da majlis.
Tanlov g'olibiga mukofot topshiriladi. Xo'p bo'ladi. Ketdik bo'lmasa. Kechirasiz. Soat necha bo'ldi? Soatim yo'q. Lekin taxminan aytishim mumkin. 12 dan oshdi. Kech bo'lganda nima qilib turibsiz bu yerda? Xotinimni kutib turibman. Shunaqa kech keladilarmi? Endi kelmasa kerak. Nega? Urushib qoluvdik. Ketib qoldi. Qaytib kelsalar kerak. Yo'q, kelmaydi. Ketib qolganida yo anhorning bo'yida bo'lardi, yoki bo'lmasa katta yo'l bo'yida. Darrov topib kelardim. Bugun topolmadim. Xafa bo'lmang. Kelib qolarlar. Yo'q. Endi kelmaydi. Er-xotinni urushi qayoqqa borardi, aka? Ko'rasiz, qaytib keladilar. Ayb o'zimda. Uni juda ko'p xafa qilardim. Bugun ham juda qattiq xafa qildim. Nimadan gap qochdi-yu, biri ikkinchisiga ulandi, ikkinchisi uchinchisiga. U ham chidab tura olmadi shekilli. Olim bo'lish oson ekan-u, odam bo'lish qiyin ekan dedi. Bu gapga chidab tura olmadim. Bo'ralatib so'kib berdim. Chiqib ketdi. Yig'lab chiqib ketdi. Ertaga tug'ilgan kuni edi. Sovg'a ham olib qo'ygandim. Mana, ko'ring. Qalay? Yaxshi. Yaxshimi? Juda ham ajoyib. Kelyapti. Saida. Saida.
Qayerlarda yuribsan? Seni izlamagan joyim qolmadi. Qara, senga atab sovg'a ham olib qo'ygandim. Rostdanmi? Ha. Ertaga tug'ilgan kuninggacha chida olmay tayyorlab qo'ygandim. Buncha zo'r? To'g'risi kutmagandim. Birodar, ertaga biznikiga o'ting. Bir otamlashamiz. Mana bu Simyog'ochondagi uy bizniki. Yaxshi. Albatta keling, ha? Xo'p. Xo'p, kutaman. Rahmat. Ketdik uyga. Boshqa bunday qilib ko'rmasang. Seni Haliyam toshdan uyqurayapsanmi, Samat? Haqiqiysini ham quraman. Keling birga quramiz. Sizlayapsanmi, Gulchehra? Endi har doim sizlayman. Umrimning oxirigacha.